O'rtoq, iltimos mashina menga bergin. Yo'q, bera olmayman o'rtoq. Uje qarang soatda. Pashti 9 bo'pti. 12 da qizimni tug'ilgan kuni. Yaxshi ko'rgan qizim, oladigan qizim. Hozir senga buni berib yuborsam, men boshqa sovg'a topib bera olmayman uje kech bo'lgan. Olasan ertaga, men pulim ham yo'q-da. Qayerdan olaman ertaga? Aytolmayman o'rtoq. Baraka topib ko'r. Oladigan qizim 12 da men podarka qilmoqchiman. Ne tushunmaysan? Ha, bitta kunda ekanda ko'rdingmi? Bekordan bekorga emas-da. Menga bera qol mashina. Iltimos. Ko'nglim boshligi yomon-da. Ol bo'pti senga. Rahmat, tiqqan. O'zim telefon qo'raman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uka, qalaysan? Charchamayapsan? Nima gap? Ha, aka, ozgina $200 qarzim bor edi. Bo'sib berib tursangiz, keyin sekin qilib berardim. $200. Ha. Imini bugun kerakmi? Ha, ancha bo'ldi, olgan so'rayotdi u ham. Bo'pti, yo'masam ham kartani olganda, poxodu $200 bor ichida. O'shani yechib qarzing to'lab yubor. Uyga vaqtliroq kirib yurma ko'chada. Bo'pti, rahmat. Bo'pti, xo'p. Voy, podarkani ham berib yubordim. Yonimda pulim ham qolmadi-yu. Xudo nozi yetkazar endi, nima deymiz? Alo. Da tug'ilgan kuningga ham hech narsa ola olmadim. Podarkalar ko'p bo'ldi. Kim bilan o'tiribsan? Rasmini tashiysan? Tashladingmi o'zi? Voy. Qaysi dugonang berdi buni? Dugonangni basharasiga